Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, buyuk yaratuvchi Alloh 18 ming olamni yaratar ekan, shu 18 ming olamdan bittasini bandalar uchun yaratib, shu olamni yer deb, yer sayyorasini hukmdorligini bandalar zimmasiga yuklab, bu bandalarni boqish uchun, hayoti uchun mas'ul qilib, suvni o'zidan yaratilgan o'simliklar va hayvonlarga bandalar rizqini yaratib boqasan deb topshiriq bergan ekanda. Bu 4 unsurdan yaratilgan yer, suv, yer, havo, quyoshdan iborat bo'lib, bu 4 unsurdan yaratilgan bandani ham Alloh 4lik qoidaga amal qilib yashashini ham ta'minlagan ekan. Birinchisi 4 fasl, 4 ta ummon okean, 4 tomon, hayotda bo'ladigan tug'ilish, hayot kechirish, ikkinchi keksalikka borish va o'lim topish qoidalarini va insonlar uchun eng muhim tarbiya maskani bo'lgan 4 ta payg'ambarga 4 ta kitobni ham nozil qilgan ekan. Insoniyat o'lim topgandan to qiyomatgacha yerda yotsa, qiyomatda qayta tirilish va jannatga kirish va oxiri bu jannatda abadul abad boqiy umr ko'rishni ham 4 bo'lim mana asosida bayon qilgan ekan. Alloh bandani gunohi sifat qilgandan keyin yerga tushirar ekan, 3 ta va'dani va bitta topshiriq, ya'ni 4 omilni ham bayon qilgan ekan. Ulardan 3 tasi jannatni yaratib, ikkinchisi shu jannatga insonlarni kiritish, boqiy umr berish va uni tiriltirish. Demak, 4 ta omilni ham 3 tasini va'da qilib, 4-chisini esa shu amallarni amalga oshirish uchun yolg'on gapirmaslik degan talabni ham qo'ygan ekan. Hurmatli tinglovchilar, insonlar bu Allohning talablari va bergan 4lik omillarga amal qilib qiyomatgacha yashar ekanlar. Yorug' dunyoga kelgandan toki qiyomatgacha 4 ta amal asosida yashar ekanlar. Bu amallarni bajarish shartligini eslatmoqchiman. Birinchisi ovqatlanish. Ovqatlanmasdan inson yashay olmaydi. Bu shart. Ikkinchisi bosh panaga ega bo'lish. Ya'ni sovuq, izg'irin, issiq kunlarda albatta boshpana banda uchun eng zarur omil. Uchinchisi ko'payish. Agar insoniyat ko'paymas ekan, bu yorug' dunyoda ular tugaydilar. Shuning uchun ko'payish albatta shart.
To'rtinchi omil esa bu ko'paygan bandalarni tarbiyasi. Shu to'rtta omilni bajarmasak biz qiyomatgacha yashay olmas ekanmiz. Qolgan omillar hammasi bajarilmasa ham inson yashayveradi. Demak, ovqati bo'lsa, boshpanasi bo'lsa, ko'paysa va ularni tarbiya toptirsa. Endi shunga amal qiladigan bo'lsak, demak, boshpanasiz yashash nihoyatda og'ir. Nuh payg'ambarimiz 1050 yil yashagan bo'lsalarda, oxirida 1050 yil yashashimni bilganimda kapani ham qurmas edim degan ekanlar. Chunki bu inson yashagan davr yerni ekvatori bo'lib, u yerda yil bo'yi bir xil mutadil iqlim bo'lar edi-da. Daraxt soyalarida, qorlarda ham yashasa bo'lardilar. Ammo hozirgi zamonda esa bizga boshpana kerak. U oddiy sovuq izg'irinlardan saqlaydigan bo'lsa o'zi bo'ldi. Uni insonlar turli qasrlarga aylantirib ham yashamoqdalar. Men ko'payishi to'xtab qolishi esa hayotni butunlay to'xtashiga olib keladi va ularni tarbiyalashni ham inson amalga oshirishi kerak. Qolgan ishlarni hammasi orzu havaslar bo'lib, ularni qilmasa ham, ularni amalga oshirmasa ham inson yashay oladi. Men sizlarga keyingi mashg'ulotdan boshlab Allohning eng muhim talabi bo'lgan ko'payishni amalga oshirish qonun qoidalari, Alloh bergan qonunlar, talablar, davlat ko'payishni amalga oshirish uchun chiqarilgan qonun qoidalarga amal qilish orqali qanday amalga oshirish mumkinligini 3 bosqichda bayon qilishni lozim topdim. Keyingi mashg'ulotda birinchi bosqich haqida ma'lumot berishni lozim topaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.